Bugun bolalar adabiyotiga katta e'tibor qaratilmoqda. Yangi va yaxshi asarlarning chop etilishi kichkintoylar ma'naviyatini yanada boyitmoqda. Poytaxtimizdagi Cho'lpon kutubxonasida shu mavzuda ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha shu haqda. Olmazor tumani axborot kutubxona markazi eng kitobxonlar gavjum ziyo maskani. Bu yerda istalgan adabiyotingizni topishingiz va mutolaa qilishingiz mumkin. Kuni kecha kutubxonada bolaga kitob bering deb nomlangan ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Unda kitobxonlar, bolalar shoiri, xalqaro oltin qalam mukofoti sovrindori Dilshod Rajab va kutubxonaning eng jajji a'zosi Shohjahon Zokirovlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Olmazor tumanida joylashgan mana shu muhtasham kutubxonada 50 mingga yaqin kitoblar jamlanmasi bor. Har xil mavzudagi kitoblar. Bularning ichida o'sha bolalar adabiyoti ham albatta birinchi o'rinda, boshqa badiiy kitoblar. Bularning hammasi bu cheksiz, chegarasiz bir xazina deb o'ylayman-da bu kitoblarni. Bu yerdagi o'sha kitoblar ularning barcha qiziqishlariga javob bera oladigan. Bo'layotgan tadbirlarda biz yoshlarni kitobga bo'lgan, ma'rifatga bo'lgan intilishlarini ko'ryapmiz. Bu albatta yaxshi, lekin bu yana ham keng qamrovli bo'lish kerak. Bolalarning barkamol kitobxon bo'lib ulg'ayishlarida buvijonlarining ham o'rni alohida. Shohjahon Zokirov mana 2 yildirki shu kutubxona bilan hamkorlik qilib keladi. Onasi buvijonisining ko'magida Po'lat Mo'min, Tursunboy Adashboyev, Abdurahmon Akbar, Anvar Obidjon asarlarini mukammal o'qib chiqdi. Asosiysi uy ta'limini olayotgan yigitchaning ko'nglida kitobga muhabbat uyg'ondi. Men mana shu kutubxonadagi tadbirlarda ko'p qatnashaman. Ko'p bolajonlar keladi, kitoblar o'qiydi, she'rlar aytadi. Mana shu bir yigit Shohjahon degan bir yigitimiz o'zi 5-sinf yigitcha deyapman endi, 5-sinf o'quvchisi. Mana shu kutubxonaga ko'p uchrataman shu bolajonni. Adabiyotga, demak, kitobga bo'lgan u kishini bu yigitchamizni qiziqishlari meni quvontiradi. Buvilari yetaklab keladi har doim. Mana shu aytayapman-ku, yosh avlodni mana shu bizni ota-onalar, bobo-buvilar qo'lidan yetaklab shunday joylarga olib kelsa, ertaga bu bolalar o'sha bobo-buvilarini, ota-onalarini bundan dunyoni kerak bo'lsa eng mana men degan joylariga yetaklab yoki boshiga ko'tarib olib borib biladi. Kitob bilim bilog'i, o'qib zavqi to'laman, kelajakda albatta men bilimdon bo'laman. Bugun kutubxonada 48 mingdan ziyod adabiyotlar mavjud va albatta ular orasida bolalar adabiyotiga doir asarlar ham talaygina. Shohjahonning shaxsiy kutubxonasi ham ancha boyigan. Bu yigitchadan tengdoshlari o'rnak olsa arziydi. Uchrashuvda eng faol yosh kitobxonga shoir Dilshod Rajab yangi to'plamlarini sovg'a qildi. Tadbir kitobxonlarda katta taassurot qoldirdi.